Meni yo'nalishim polvonlik, yog'ochlar bilan ishlayman. Og'ir yog'ochlar bilan. O'zim ishimdan faxrlanaman-da. O'zim maqtamayman. Har kuni 3 soat, 4 soat zanimatsa qilamiz. Bitta turkumni hech kim qilmagan O'zbekistonda. Lekin u narsani bitta Mongolda bitta odam qilgan, ikkinchisi men. Boshqa hech kim qilmagan. Yog'ochdan tashqari men tosh ishlayman. Silovoy, polvon tosh. 32, 64 tishimizni ko'taramiz. 4,5 tonnalik Vita mashina tortganman, katta avtobusga o'xshagan. Mashinani ham bitta napasda tortaman mana, masalan 3 tonna bo'ladimi, 4 tonna bo'ladimi? Bitta napas. Meni maqsadim, mana shu o'zimni soham bo'yicha tortib ko'rmoqchiman, o'zim sinab ko'rmoqchiman. 10 tonnali mashinani tishimda tortib ko'rmoqchiman. 10 tonna bo'lsa 6 tami mashina bo'libdi. Опасный, men ham hozirgacha qo'rqaman, chunki bitta xato tish yoki jag'iz ketadi, sinadi. Keling, hozir biz baquvvat, zabardast bo'lgan qahramonimizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Sahna ko'rinishidagi liboslarni kim bilan birga tanlaysiz? Ideya o'zimniki. Oho. Lekinchi siz ana baquvvatligingizdanchi juda ham bir jiddiy odamday, xuddi kulmaydiganday tuyulasiz, lekin juda ham hazilkash inson ekansiz. Hazilkash. Unda sizga omad tilayman. Sahnaga sizni kuzatib qo'yamiz. Qo'rqmang, hayajonlanmang. O'zi sizda qo'rquv ham yo'q, hayajon ham yo'q. Prosta endi aytib qo'yapman-da. Rahmat. Gazini bosing. Sahna sinib ketmasin faqat. Ko'rsatib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soham polvonlik, yog'ochlar bilan ishlayman. Kuchli odam ekansiz. Odam rahmini keltiradigan emasmi? Yo, unchalik emas. Boshingizni g'ish urib sindirmaysizmi? Yo. Unaqa emas. Unda Shahzoda unaqa emas. Chunki rahmim keladi, des qilib qolaman. Keyin qizil libos yuborishim mumkin. Boshlang bo'lmasa. Rahmat.
Bu temir-a уже. Shunday ko'tariladi. Voy. Ko'tarmasa. Uy! Voy, 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 voy. Voy. Ha. Ha. Lekin razvana 3 kun keldi, aylangan. Hech qachon tishingiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lmaganmi? 4,5 tonnali mashina tortganda jag'im og'rigan. Chiqib ketmagan, a? Yo'q. Tish doktorlarini reklamasiga tushsa bo'lar ekan, a? Meni mijozlarimni tishlari mana bunday degan istroz aylantirib. Zo'r, Sanjarbek, mana bizga ha deyman. Rahmat. Men ham sizga ha deyman. Xush kelibsiz. 3 ta ha va siz Got Talent loyihasidasiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Вообще четкий. Ko'nglingiz endi xotirjam bo'ldimi? Вообще zo'r. Zo'r, a? Четкий.